Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishida qatnay turgan transportlarimiz reyslar davom etyapti. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol ekranda raqamga aloqa chiqarasizlar. Bugungi reysimizga shu avtobusimiz chiqadi, keyin orqasidan naryoqda turgan transportimiz chiqadi. Ikkalasi ham baravariga yo'lovchilar joylashyapti. Yo'nalishlarimiz Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha har kuniga borasizlar. Har bir yo'lovchiga 2 tadan so'mga bepul. Dokumentida kamchilik va aka-uka opa-singillarimizga qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. To'liq ma'lumotlarni shu qoldirilgan raqamlardan olishlaring mumkin. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni chiqib turgan transportlarimiz haqida qisqa videolarni qo'yib joylab boramiz. Avtobuslarning ichida yo'lda zarur bo'ladigan hamma jihozlar bor. Konditsioner, zaryadnik, hammasi ishlaydi. Pokiza salon avtobuslaringizlar. Mana ichlarini ham ko'rsatamiz. Transportimiz ichki holatlari shu ko'rinishda ko'rib turganlaringdek. Yo'lda zarur bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Yo'lovchilarimiz joylashib chiqib ketishyapti. Zaryadnik, konditsioner, hamma narsasi ishlaydi. Yaxshi joylashib oldingizmi aka? Avtobus ma'qulmi? Sidinalar yumshoqmikan? O'tirib ko'rdingizmi? Yaxshi yetib oling.